Nega qaytib kelding yonimga? Nega ko'zlarimga? Ummon guruhi qanday tashkil topgan? Bu guruh vakillari Jasur, Zohid va Shohrux bolalikdan hatto bog'chaga ham birga borishgan, maktabda ham birga o'qishgan. O'sha yillar maktab tadbirlarida qo'shiq kuylash urfda edi. Jasur va Shohrux ham qo'shiqlar aytib, tadbirlarda faol bo'lib yurishardi. Uyimda kompyuter va ovoz yozadigan apparatlar bor edi. Jasurga qo'shiq yozdim, undan so'ng Shohrux iltimos qildi. Keyin hammamiz birga qo'shiq aytsak-chi deganman. Ammo hech qachon guruh tuzish fikri bo'lmagan, degan Zohid Rizqiyev intervyulardan birida. Maktabni bitirgan Jasur Toshkentdagi Madaniyat kollejiga, Zohid esa Politexnika kollejiga o'qishga topshirishadi. Ammo Zohidga diplom olish nasib etmadi. Ko'p qoldirgan darslar sabab u talabalar safidan chetlatiladi. Ummon yigitlarining hech birida san'atkor bo'laman degan qat'iy qaror bo'lmagan. Jasur Rafiqovning onasi Daryoga bergan intervyusida guruh tashkil etilgan kunlar haqida shunday degan: "Qo'shiqlarning barini Zohidning uyida yaratishardi. Bular shunchaki havaskor bo'lib qo'shiq aytib yurishardi. Bir kun oldimga keldi-da, "Ona, duo qiling. Biz to'yga ketyapmiz" dedi. "Sizlarni to'yda kim ham eshitardi" deb rosa kuldim. U paytlar Jasur ko'proq qo'shiqning rep joylarini ijro etardi. Bu yo'nalish bizga yangilik bo'lgani uchunmi, ularning qo'shiq aytishini hech jiddiy qabul qilmasdim. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Bekobodda konsert beramiz deb qolishdi. Yana hayron bo'ldim. Keyin bilsam qo'shiqlar telefon orqali tarqalib yoshlar orasida tanilishgan ekan, deydi onasi Noila Rafiqova. Yigitlar avvalgi guruhni Jazo deb nomlashgan. Ammo bu nom ko'pchilikka manzur bo'lmagan. Yaqin tanishlari ham e'tiroz bildirishgan. Ummon nomini tanlashgan. Sokin tun qo'shig'i yaratilgandan keyin roppa rosa bir yil o'tib, yigitlarga kutilmagan mashhurlik olib kelgan. Ammo qizig'i, ular qo'shiqni ommalashtirish uchun hech qanday xarajat qilishmagan. Qo'shiq avvaliga shunchaki qaroqchi disklarda, undan keyin telefonlarda tarqalgan. Guruh odamlar orasida ommalashgach, muxlislar talablariga ko'ra qo'shiqlari radioda yangragan. Viki estarsa shunaqa gaplar. Xo'sh, siz Ummon haqida nimalarni bilasiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.